Assalomu alaykum. Men Farg'ona davlat texnika universiteti ishlab chiqarishda boshqaruv fakulteti buxgalteriya hisobi audit yo'nalishini 67A22 guruh talabasi G'oziyeva Zulhumorxon bo'laman. Assalomu alaykum. Men ham ushbu universitetda o'qiyman. Ishlab chiqarishda boshqaruv fakulteti buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishi 67A22 guruh talabasiman. Aliyeva Mashrabxon. Assalomu alaykum. Men ismim Husanjon. Men Zarchil Mo'jizasi mas'uliyati cheklangan jamiyatning menejeri hisoblanaman. Hozirgi kunda shu MCHda ish faoliyatimni yuritib kelmoqdaman. Tanishganimizdan xursandmiz. Sizga savollarimizni taqdim etsak bo'ladimi? Ya'ni tayyormisiz? Albatta. Korxonangiz faoliyati mazmuni haqida qisqacha tavsif bersangiz. Asosiy bizning korxonamiz faoliyati ishlab chiqarish, ya'ni sapol buyumlar. Men o'zi Rishtonliman. Rishtonda shunaqa o'sha korxona ochganmiz. O'sha sapol buyumlarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Hozirgi kunda juda ko'p turdagi mahsulotlar mavjud. Misol uchun bizda asosan sapol chashkalar va choynaklar chiqadi hozirgi kunda. Korxonalarda operatsion faoliyat tahlilini o'tkazish haqida nimalar deya olasiz va ularning vazifalari haqida aytib bersangiz. Xo'p, bizning korxonamizda operatsion tahlillar ko'pincha marketing menejerimiz shug'ullanadi bu narsa bilan. Ba'zida o'zim ham shug'ullanaman. Buni asosiy qismlaridan biri men masalan birorta mahsulotga ketgan tan narxi, qanday mahsulotlar ketyapti va qancha so'mga bizning mahsulotimiz noldan tayyor bo'lyapti, shuni tahlil qilaman. Hozirgi kunda misol uchun biror sapol buyumni oladigan bo'lsak, choynakni olsak, bir choynak tayyorlash uchun har xil keramika xomashyolardan foydalaniladi. Misol uchun loy, frit va rangli kraskalardan foydalaniladi. O'zi pishirish tartibi shundan iboratki, sapol buyumlari chiniga o'xshamaydi, mutlaq farq qiladi. Chunki uni bo'yash uchun bitta qatlam, ya'ni bitta pishirishdan o'tish kerak. Ya'ni ikki marta ish bajariladi sapol buyumlarni chiqarishda. Birinchi urinishda faqat loy va gulbuta degan narsa bo'ladi. Bu yerdan qazib olinadi. O'sha orqali pishiriladi tayyor mahsulot. Pishirilib turib, uning tan narxi 6000-7000 atrofida bo'ladi. Keyin unga ketgan xarajatlar keyingisi kraska va frit hisoblanadi va pechga pishirish. Kraskaga hech qancha ketmaydi. Frit asosan qimmat xomashyo bu frit, ya'ni o'shani yaltiroq, chiroyli ko'rsatadigan narsa hisoblanadi. Bu orqali o'sha mahsulotni yana ham jozibali ko'rsatib beradi. O'shaning uchun u qimmatroq va qaniydir ishlab chiqarish qiyinroq. Shuning uchun asosiy omil bu xomashyo frit hisoblanadi. Keyingi o'sha etapda kraska va fritdan foydalanib pechkada chiqariladi. Uning tan narxi где-то 15 mingga to'g'ri keladi. Uni bemalol bozorga 17 ming, 18 ming qilib sotishingiz mumkin. Assortiment haqida ko'proq ma'lumot bera olasizmi? Albatta, bizning korxonamizda 10 dan ortiq ishchilar ishlaydi. Bu assortiment ko'p dalolat bildiradi, chunki har bir texnologiyalarda ishchi va shogird amalga oshiriladi. Kimdir sapol kosa chiqarsa, kimdir chinni mahsulot chiqarishi mumkin, kimdir piyola, sapol piyola, choynak bilan shug'ullanishi mumkin. Assortimentlar ko'p. Asosan hozirgi kunda biz bu assortimentlarni zakazga qarab oshirishimiz mumkin, chunki elektr energiya narxlari oshib ketdi. Bu esa bizning xarajatimizni ko'payishiga olib keldi. Bu korxonani keyinchalik haligi ko'proq, ya'ni talabga qaraganda taklifni ma'lumot, ya'ni taklifni ko'paytirib yuborsak, bizni mahsulotimizni tan narxi tushishiga olib keladi. Bu zararga keltiradi. Bu zarar keyinchalik yaxshilikka olib kelmaydi. Shuni Sizlarda sotish hajmi tahlili qanday amalga oshiriladi? Xo'p, bizda sotish asosan shartnoma orqali ish yuritadi, chunki hozirgi kunda shartnoma qilmasangiz biror mahsulotingizni sotishingiz qiyinroq bo'lib qoladi, chunki shartnomaga qarab turib o'sha ishlab chiqarish rejalashtiriladi. Agar rejalashtirilmasdan ishlab chiqarish bo'lsa, bu korxonaga qandaydir zarar keltirishi mumkin. Misol uchun bizda shartnomamiz bor, 5 yillik, 6 yillik yoki 3 oylik, 6 oylik shartnomalar bajariladi. Hozirgi kunda faqat 3 oylik va 6 oylik shartnomalar bajariladi, chunki yillar bo'lsa agar keyinchalik xarajatlar oshish tufayli tan narxi ko'tarishi qiyin
vaziyat bo'lib qoladi, chunki shartnomada tannarxlar ko'rsatilgan bo'ladi. Asosan biz 3 oydan 6 oygacha shartnoma qilamiz va o'sha bo'lib o'sha yetkazib berish bilan shartnomalarni davom ettiramiz. Shu korxonangiz faoliyatida qanday xarajatlarni o'zgaruvchan xarajatlar deya olasiz? O'zgaruvchan xarajatlarni ya'ni ishchilarni oyligi desa bo'ladi, chunki biror ishchi bir haftani ichida ma'lum bir miqdorda, ya'ni 100 birlik mahsulot ishlab chiqarsa, unga boshqacha tannarx oyligiga oladi. Chunki bizda oyliklar ish bay, ya'ni vaqt bay emas. Mahsulot birorta bir birlikka 5000 deb baholasak, o'sha haftalik davomida keyingi haftaga 100 birlikdan ko'proq amalga oshirsa, ya'ni ishlab chiqarsa, o'shancha oylik to'lanadi. Ya'ni o'zgaruvchan xarajatlar mana shu oylik hisoblanadi. Keyin o'zgaruvchan xarajatlarga soliq desak bo'ladi, chunki ishlab chiqarish hajmi oshgan sari soliqlarimiz ham oshadi. Hozircha shu. O'zgarmas xarajatlar. O'zgarmas xarajatlarga elektr energiya, suv ta'minoti hisoblanadi. Keyin shu asosan, chunki o'zgarmas xarajat hisoblanadi, chunki har oy bu muntazam ravishda to'lanib boriladigan resurs hisoblanadi. Shu xarajatlarni maqbullashtirish, ya'ni samaradorlikni oshirish nimasidan yuzasidan nimalar deya olasiz? Samaradorlikni oshirish uchun nima qilish kerak? Xo'p, hozirgi kunda korxonada raqamlashtirish juda muhim, chunki zamon talabi bu, texnologiyalar kundan kunga rivojlanib boryapti. Chunki masalan biror texnologiyani raqamlashtirmasangiz, bu kelajakda sizga zarar olib keladi. Chunki masalan hozirgi korxonalarda raqamlashtirish juda kuchli. Masalan, men ham rejalashtirganman o'sha texnologiyani raqamlashtiraman deb. Chunki inson omili orqali yaratilgan bir birlik mahsulotni raqamli texnologiya orqali o'shani 2 baravariga ko'paytirishingiz mumkin. Bu orqali ish samaradorligi oshadi. Ya'ni o'sha bir vaqtda o'zida 2 baravar ko'proq mahsulot ishlab chiqarasiz. Bu o'sha korxonani keyinchalik daromadini oshishiga olib keladi. Bu foydali deb hisoblayman. Rahmat, savollar uchun sizga kattakon rahmat. Savollar uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Ishlaringizga rivoj.